O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. 5-8 aprel kunlari xavf borligi e'lon qilindi. Azizlar, talofatlarni oldini olishga harakat qiling. Joriy yilning 5-8 aprel kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik hamda havo haroratining o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Bu haqda O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq, Ohangaron va Parkent tumanlari, Chotqol tizmasining tog'lari hamda Namangan viloyatining Pop tumani tog'li hududlarda dengiz sathidan 2000 metr balandlikda qor ko'chish xavfi e'lon qilindi. Tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolar, dam oluvchilar hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rish so'raladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq joriy yilning 4-7 aprel kunlari yomg'ir yog'ishi sababli respublikaning 9 viloyatida ham tog'li va tog'oldi hududlarda sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkinligi xabar qilingan edi. Ushbu videorolik boshqalarga ham yetib borishi uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang.